أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlik o'quvchilar, Allohning fazli bilan bugun yana darsimiz ustida har bir sonlar bilan jam bo'lib turibdimiz. Bugungi dars 31-hadis. An Abi Hurayrah radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem azanning fazilati, birinci sapning fazilati haqida bizni rag'batlantirib, qiziqtirib, shundoq bir bayon qiladi-ki, hatto bu fazilatni erishish va bu fazilatni tepish uchun agar fursat qo'ldan ketgan vaqtda çak taşlaşış arqılıq bolsumu, çak taşlaşış bilen bolsumu, bu fursatni qo'ldan bermaslikka hiris qiziqadigan va tirishadigan darajada buning fazilatining yuqoriligi va namozga oldirab kelish, burun kelish, namozni kutib turish, namozga vaqti kirgan hamon ya kirishni kutib turishdagi fazilat, ajr, savob Alloh taolaning oldidagi darajasining yuqori bo'ladiganligini kishilar bilgan bo'lsa, ular u namozga haqiqatan oldirishib, yugurishib, ishlarini tashlab mangadiganligini, bundat va xuttamdagi fazilatning qanchalik ekanligini bilgan bo'lsa, buningga kishilar imilaklab bo'lsinmi, o'milab bo'lsinmi, keladiganligini Rasululloh bu hadisda bayon qildi. Demak, bu amallarning bir-birisidan o'xshamaydigan darajada fazilatining, savobining yuqoriligini uqtiradi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu din Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Agar odamlar, ya'ni namoz o'quvchilar, musulmonlar azondagi va birinchi sapdagi fazilatni bilsa, keyin ular chak tashlash bilanla u fazilat u sap va azonni topa olsa, ular uningga chak tashlashgan bo'ladi dedi Rasululloh. Agar ular namozga oldirib borganlikdagi fazilatni bilgan bo'lsa, ular u namozga oldiraydi. Agar ular xuttan bilan bomdatdagi fazilatni bilgan bo'lsa, ular buningga imilaklab bo'lsinmi, o'milab bo'lsinmi kelgan bo'ladi deb Rasululloh mana bu fazilatni bizga bayon qilib berdi. المعنى العام طلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يتقدم إلى الصف الأول أولو العقول والفهم والعلم، ولكن كيف يستجيبون لذلك وهم المتواضعون الذين يحسنون الظن بغيرهم قبل أن يحسنوه بأنفسهم؟ من منهم الذي يدعي لنفسه أنه خير القوم عقلا وعلما حتى يتقدم؟ لقد دفعهم تواضعهم وهزمهم لأنفسهم إلى أن يتأخروا عن الصف الأول حتى كاد يختل توازنه وتراسه
bel hatta khalas saful awwal ve asbaha beynel imami ve beynel ma'mumin ma yas'u saffan aw aksar. Peygamber aleyhissalatu vesselam ashablaridan birinci sapga aqlli, sapalı, bilimlik kişiler ötüşünü talep kıldı. Lekin ular bununla qandaqmı unusun, yani icabet kılsın degen, vay qandaqmı unusun, bular icabet qilmamdı, unumamdı degen gap emas bu. Ular başqalarga yaxshi gumon qiladigan, o'ziga yaxshi gumon qilishdan burun başqalarga yaxshi gumon qiladigan kamtar kishilar tursa, oldi bilan aqlliqlar, sapoliklar, bilimliklar birinchi sapga o'ssin degan chog'ida mendan boshqalar aqlliq, mendan boshqalar sapolik, mendan boshqalar bilimlik, yaxshi deb boshqalarni o'zidan yuqori deb bilgachga, ular sapning orqasiga, sapning keyniga o'tib olib, boshqalar chiqsin, boshqalar o'ssin deb sapni bo'shatgan. Ana shunday kishilardi ular. Boshqalarni o'zidan yaxshi gumon qildi. Boshqalarni o'zidan fazilatlik deb hisoblaydi. Taqvo deb biladi va mukammal deb o'ylaydi. Laqad dafa'ahum tawaduhum. Ularni kamtarligi, o'zini kichik sanishi birinchi saptning keynida turishga elib bordi. Hatta sapning muvozanati buzilishga, sapning rustligi buzilishga tasla qoldi. Balki birinchi sap ulardan quruq qog'ili tasla qoldi. İmam bilan iqtido qiluvchilar orasida bir sap yoki uningdan jiqroq o'rin bo'sh va bika qoldi. Chunki men fazilatlik emas, oldimga fazilatliklar o'ssin, men aqlliq emas, oldimga aqlliqlar o'ssin, men bilimlik emas, oldimga bilimliklar o'ssin deb o'zini tuvan, kichik, oddiy hisoblab oldidagi o'rinni shunday kishilarga bo'shatib, natijada sap bika qolgan. İmam bilan jamoat o'tirisida xili o'rin bo'sh qolgan ahvollarmi bo'ldi. Laqad raghaba sallallohu alayhi va sallama fi as-saff al-awwal kaseer qala taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum wa qala khayru sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khayru sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Peygamber aleyhisselam birinci sapga bak rıgbatlandirdi. Rıgbatlandirib mundaq dedi. Sizlar oldiga o'tinglar, menga iqtido qilinglar. Sizlardan kimkilar iqtido qilsin. Menmu oldimga o'tdimgo, sizlarmi oldinglarga o'tinglar. Sizlardan kim kishilarmi oldiga o'tsin. Hammasi o'zining o'rnini topsin va o'rnini bilsin. Peygamberim erlarning saplarining yaxshisi uning avvalidir, birinchisidir. Yomoni uning oxirisidir. Ayollarning saplarining yaxshisi oxirisidir, uning yomoni avvalidir dedi. ولم يتغلب الترغيب على هزم النفس والتواضع فظلوا يتأخرون عن الصف الأول. Rıgbatlantirish, o'zini kichik hisoblash, kamtar tutishga g'olib kelinmasdan ular birinchi sapdan neri turib oldi. Ya'ni shuncha rıgbatlandirsimi, qiziq to'simi, ammo o'zini tuvanni ko'rish va kamtarligidan g'olib kelmadi. Hatta qala sallallohu alayhi va sallam la yazalu qawmun yata'akhiruna 'ani as-saff al-awwal hatta yu'akhirahumullah. Hatta neticede Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kavim
birinci sapdan qochidi, ta ularni Alloh subhanahu va taolo sapning oxirgi tizib qo'ydi. وربط فضل الصف الأول بميزة يؤمن بها الصحابة ربطه بالآذان وفضل المؤذن وقد علم عندهم أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. Peygamber Aleyhisselam birinci sapni onunğa sahabalar işinidigan bir ortiqçılıqqa bağladı. O birinci sapni azanğa muaz bağladı. Muazzinning fazilatiga bağladı. Ve Peygamber Aleyhisselam ularning sahabalarda muazzinning qiyomat kuni kishilarning ichidagi bo'yni eng uzun kishilar ekanligini bilatdi. Peygamberim dedi: "Law ya'lamul muslimuna fazilatal muazzin ve fazilatas salat fis safil awwal lastabaqu ilayhima ve latanafasu ve tabarru fil wusul ilayhima hatta yaztarru ilal qur'a tafsilu baynahum ve tuqaddimu ba'dahum." Bundaq dedi. Agar musulmonlar muazzinning fazilatini birinci sapda namoz o'qishning fazilatini bilgan bo'lsa, ular o ikkisiga oldiraydi, baslashitdi, ikkisiga yetish uchun kurash qilib toki ularni ayiradigan, ularni ilgari chiqaradigan chok tashlashga majbur bo'ladi. ولما كان المقام بيان التسابق في الخيرات اقتضى أن يقرن بذلك الدعوة إلى التسابق إلى الصلاة. Urun yaxshilikqa musobaqalashni bayon qilish bo'lganligi uchun talab qildi, oshuni namozga baslashga chaqirishga juplashni talab qildi va uningga oldirashga ve bir xassa salatul isha ve salatul fajr bulupmu xuttam namazı bilan bomdat namazıga baslashga chaqirdi. Bu yerdagi o'rin ibodatga baslashish, ibodatga qiziqishni qanday qilish, bayon qilish o'rni bo'lganligi uchun shu Rasululloh azonning fazilati, birinchi sapning fazilati, namozga burun kelishning fazilati ve xuttam bilan bomdatning fazilatini bilgan bo'lsa, ular oldirab kelgan bo'ladi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarni birinchi sapga rag'batlantirish uchun azonga, sapga ve namozga oldirishga bog'ladi. Ve huma asqalus salat alal munafiqin. Bu ikkisi, ya'ni xuttam bilan bomdat munofiqlarga qarata eng ig'ir namoz. فقال لو يعلم المسلمون ما في التبكير إلى الصلاة من الأجر لتسابقوا بشأنه ولو يعلمون ما في صلاة العشاء والفجر من الأجر لأتوهما سراعا ولو كانوا مرضى لا يستطيعون المشي لأتوهما حبوا على أيديهم وأرجلهم. Agar musulmonlar namozga oldirib bağallıqda bulunduğun ecrini bilgen bolsa, ular bu ecri to'g'riliq baslashgan bo'ladi. Agar ular xuttam bilan bomdat namozidagi ajrini bilgan bo'lsa, ular o ikkisiga tiz keladi. Gerçi agar kasal minishqa qodir bo'lmaydigan bo'lsa, ular o ikkisiga qo'li va puti bilan imalaklab bo'lsa kelgan bo'ladi deb Rasululloh bayon qildi. Demak, Rasululloh sahobalarni birinchi sapga rag'batlantirish uchun hamda aqlliq, ilimlik, taqvo kishilar chiqsin deganligi uchun buningga hammasi o'zidan boshqalarni aqlli, taqvo, yaxshi deb o'ylab, o'zini tuvan chaqlab, oddiy chaqlab, birinchi sapga men chiqishga loyiq emas, men turishga loyiq emas deb qochirib, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu haqda ana azonga, namozga oldirishga bog'lab baktı. Kechikkanlarga Alloh taoloning kechiktiradiganligini o'tirib qo'ydi. Mana shunchalik tahdid va va'idlar bilan ham bu birinchi sapga kishilarni chiqishdan
qilishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rag'batlantirdi. Sahobalar shunchalik kamtar, shunchalik o'zini tuvan hisoblaydigan kishilarki, ular men bu safga, men bu o'ringa nima emas, loyiq emas deb tunidi. Al-mabahisul arabiyya bu darsdagi arabcha tadqiq qilinadigan so'zlar. Law ya'lamun nasu ma fin nida al-muradu bihi al-azan. Nidodin azan maqsad. Ya'ni agar ular azanni o'zi o'qish va u o'z azanni o'zi ado qilishdagi ajrini bilgan bo'lsa demakchi. Azanni o'zi o'qigan bo'lsa, azanni o'zi o'qiganlikdagi ajrini bilgan bo'lsa, ya'ni baldiroq berib azanni men bir o'qiy deb, azan o'qish orqali oladigan ajrini bilgan bo'lsa demakchi. Vasaful avval birinchi saf degan imomning keynidagi safni deymiz mutlaq. Va qila avvalu saffin tam yalil imam la ma yatakhallaluhu shay. Ba'zanlardan imomga ning keynidan keladigan to'liq bo'lgan birinchi saf. Uni hech narsa ayrilayotmagan, ya'ni yuchuq yoki orliq qapqamagan to'liq bir saf. Va qila al-muradu bih man sabaqa ila as-salah walau salla akhir as-sufuf. Ba'zanlar bu birinchi safdan namozga oldirib borgan, gerçi safning oxirida namoz o'qigan bo'lsa-mu, namozga oldirib borgan kishi maqsad deganlarmi bo'ldi. Bu eng zaif so'z. Kuchligi birinchisi, u namozga oldirib berib, safning eng oxirida tursa-mu, uning fazilati yuqori, uning darajasi oliy bo'lmaydi bu yerda. Baldirib borgandan keyin cho'qim safning birinchisida turishi kerak. Summa lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu. İstiham degan chak tashlashish. Endi chak tashlashish qanday bo'ladi desa, 3 odam bo'lsa, uningdan 2 odamga tegadigan, birisiga tegmaydigan yoki biriga tegadigan, 2ga tegmaydigan bir narsaga chak tashlashib olamiz. Endi qaysimizga chiqsa shu rozi, shu boshqalar rozi bo'lamiz, uningga chiqsa deyish orqali. معنى أنهم لو علموا فضيلة الأذان ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقتروا في تحصيله. degan bo'ladi. Ma'nisi, agar ular azanning fazilatini bilsa, ondan u fazilatni erishadigan, ya'ni u fazilatni qo'lga keltiradigan yo'lni topolmasa, chunki vaqt qisqa bo'lganligi uchun azandan vaqt qisqa bo'lganligi uchun azan o'qib bo'lgandan keyin yoki u kishi yoki masjidda faqat birlik kishi azan o'qiydigan bo'lganligi uchun uni qo'lga keltirish yo'lini topolmasa, cho'qim uni qo'lga keltirish uchun chak tashlashgan bo'ladi deb Rasululloh bayon qildi. Law ya'lamuna ma fi at-tahjir degan tabkir ila salat. Ya'ni namozga oldirgan, namozga burun borgan demakdir. Ya'ni ayyi salatin qaysi namoz bo'lsin, mayli 5 vaqt namoz bo'lsin, mayli farz bo'lsin, qanday namoz bo'lsin, oldirganlikning fazilati boshqa. Wa khassahu al-Khalil bil jum'a. Buni Khalil, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma bilan xaslab qo'ygan. Juma deb bu mutlaqni juma bilan xaslaganlarmi bor. To'g'risi mashhuri birinchisidir. Qaysi namoz bo'lsin, oldirib kelganlikda. Law ya'lamuna ma fil atamati was-subh. Atama degan xuttam namozi va bomdat namozi. Hamda atamani Rasululloh burunqi nimalar, ya'ni arablar buni xuttamni atama deydigan, ishoni sham namozi deydigan bir usuli bor ekan. Chunki isha kashlik tamoqni o'z ichiga olgan bo'lganligi uchun isha deb qolsa,
Xuttamni iroda qilmay Shamni iroda qilgan bo'lganlik uchun Rasululloh shuning tiliga asosan bu yerda atama degan. La atawhuma walau habwan. Habvanda hali zavar qo'sh hab baning sukuni bilan hab. O hab degan qo'l puti bilan manganlikni imlaklab, o'milab bo'lsa buni demoqchi. Fiqhul hadis, hadisning mazmuni. Qala an-Nawawi fi hadha al-hadis taqdimul abdal fal abdal ila al-imam. Imom an-Nawawi bundaq dedi. Hadisdan elinadigan mazmun fazilatlik, oliyjanob, mertebelik, cemiyette o'rni imtiyazı bar kişini, barak kişini sapning oldiga chiqarish, jamoatning oldiga chiqarish, ishning oldiga chiqarish. Ondan o'lingdan tuvanroqini oldiga chiqarish, ya'ni afzalroqini imomga ilgari qilish. لأنه أولى بالإكرام ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى. Çünkü afzal, mertebelik, oliyjanob kishini ilgari chiqarish, ya'ni to'yga o'tkazish bu hurmatlashga loyiq. Bunda kishini jamiyat arboblari bo'lgan, fazilatlik bo'lgan, hurmatlik bo'lgan, ilm ma'rifatlik bo'lgan kishilarni har ishda to'yga chiqarish va ilgari qilish bu hurmatlashga loyiq. Ularni hurmatlamasa bo'lmaydi, qadrlamasa bo'lmaydi, o'ziga loyiq o'rinda qo'ymasa bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchi, imom o'zining o'rnida saylashga muhtoj bo'lishi mumkin, ham bu avlo bo'ladi. Çünkü imamның qashida imamga loyiq bu imamning qashida imamga o'rinbosar bo'la oladigan, imamning noiblik xizmatini qila oladigan bir odam bo'lishi kerak. Bu odamdan ayrilib qolsa, favqulodda imamga bir ish bo'lib qolsa, namoz yoki ishlar qalaymagan bo'lib ketadi. وَلِأَنَّهُ يَتَفَتَّنُ لِتَنْبِيهِ الْإِمَامِ عَلَى السَّهْوِ لِمَا لَا يَتَفَتَّنُ لَهُ غَيْرُهُ. Üçüncü birisi fazilatli kishi degan imomning xatoliklarini diqqat qilishga loyiq. Lima la yetapattan, yani onundan başqısı his qilanmaganligi uchun bu xatolikni imomdan o fazilatlik kishinin başqısı his qilanmag'achqa imomning xatoligini agalantirishga o his qila oladigan bo'lganligi uchun bo'laydi. وَلِيَضْبِطُوا صِفَةَ الصَّلَاةِ وَيَحْفَظُوهَا وَيَنْقُلُوهَا وَيُعَلِّمُوهَا النَّاسِ. Dördüncüsü namazın sübtini kontrol qilish, onu qo'g'dash, onu naql qilish va onu insonlarga o'rgatish va ularning qiliqlariga ulardan keyin kishilar agish uchun shuni ilgariga chiqarish va safning oldiga o'tkazish lozim. İmamning keyinida imomga loyiqroq, imamning qashida turalg'idayroq odamlarni chiqargan chog'ida imomga kinkilar agishidi, kinkilargacha boshqalar agishidi. Shuning uchun afzalni uningdan keyin afzaldan tuvanroq turadiganni imomning qashiga o'tkazish bu hadisdan olinadigan mazmun. Demak, her bir işte şu işning ahli bo'lgan, şu ishga loyiq bo'lgan ve şu ishni qila oladigan kishini o'tkazish bu hadisning talabi. Wa la yahtasu hadha at-taqdim bis-salah bal sunna ay yuqaddam ahlul fazl fi kulli majma' ila al-imam wa kabir al-majalis كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإبتاء وإسماع الحديث ونحوها والأحاديث الصحيحة
zidatun ala zalik. Aldığı çıkırış namaz qılam xas emas. Şu namazda aldığı çıkırıp birinci safga o'tkizing degan gap lam emas. Aldığı çıkırış. Belki sünnet faziletli kişilerni her qandaq bir yig'ilish sorunda imamga ve sorununki çoğuğa ilgiri o'tkazilish lazım. Mesela ilim soruları mı şu sorunun içindeki en alimini, onun kaçta turalaydıgını, qada sot, yani meselelerini ayırdığın sot soruları, mesela zikri soruları, maslahatlaşıtkan sorular, uruş meydanları, namazga imametçilik, ilim, tedris, yani o'qitish, fatvo berish, hadis ve onun o'xshashlarini anglatish deganga o'xshagan bunda so'raladimi? İmamga yoki ustozga yaqin qilinadiganini va oldiga o'tkaziladiganini ahlul fazllar. Mana bu sünnet bu. Sahih hadislar bunu kuchlantiradi va buni ta'kidlaydi. Ve yu'khazu min al-hadis fawqa zalik. Hadisdan yuqorqi hukmlardan bilak tuvandagi hukmlar ilinadi. Buni yuqorida birinchi bu hadisda taqdimul abdal fal abdal deb, ya'ni fazilatlik, martabalik kishini oldiga o'tkazish, ilgari qilish, imomning qishig'a uni chiqarish, bu hadisdan ilinadigan hukm. Bu faqat namazda oldiga o'tkazish qilam xas emas bu. Birinchi azon va muazzinning fazilati bu hadisda. Rasululloh law ya'lamuna ma fin nida'i was-saffil awwal dedi. Azonning fazilati ve azan o'quvchining fazilati. İkinci fazilatu saffil awwal fal awwal. Birinchi safning fazilati, onundan kinki safning fazilati. Oldi bilan birinchi saf, kinki saf. Üçüncü meşru'iyatul qur'a inde tenazu ve adamul murajjih. Talaş tartışıp qalgan çağda çak taşlaşının yolga qo'yilganligi, yo'lliq ekanligi, ya'ni qonunliq ekanligi, cho'qim talishib qolgan vaqtda birisini kuchlantiradigan, qo'llaydigan omil yo'q, hamma tarafı o'xshash bo'lib qolgan chog'ida çak tashlash kerak. To'rtinchi fazilatut tahjir va tabkir ila salat, namozga oldirash, tiz kelishning fazilati. Beşincisi cevazu tesmiyetil işa atama ve kad sebeten nehyu anhu, xubtam namazını atama deb atashning durustlik eladi bu hadisdan. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan tosmu kelgan. Anda olganda bunuga qandaq javob berasiz deyilsa, qala an-Nawawi ve cevabuhu min vejhayn. Peygamberimning atama deyishdan tosqanlikning javobi ikki tarafdan bo'ladi. Ahaduhuma anna hazihi tasmiya bayanun lil jawaz. İkisining biri bu atash Rasulullohning mayada atama deb ataganligi joizlikni uqtirib berdi. Joizlikning bayoni. Va anna zalika an-nahya laysa lit-tahrim. O tosqanligi haromlik uchun emas. Harom demakchi emas. Atama deyish harom demakchi emas. Lekin demaslik yaxshi deb qolsa bo'ladi demakchi. الثاني وهو الأزهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ولنفي مفسدة. İkincisi bu iniqroq bo'lgan, uçqroq bo'lgan qarash, atamani bu yer ishlatish bu yerda bir manfaat uchun va buzuq fasatdan birini yo'q qilishlik uchun. Li'anna al-arab kana tasta'milu labz al-isha'i fil maghrib فلو قال لو يعلمون ما في العشاء والصبح لحملت على المغرب وفسد المعنى وفات المطلوب فاستعمل الآتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها. Çünkü Araplar işa degan so'zni
namozchamga ishlatgan bo'lib, agar Rasululloh isho bilan bomdatdagi fazilatni bilgan bo'lsa degan bo'lsa, bu so'z Shamga yuklanadi. Ma'nosi buzilib ketadi. Maqsad qo'ldan ketadi. Shunlashqa Payg'ambar alayhisolatu vasallam ular biladigan, uningda shak qilmaydigan atamani ishlatdi. Wa qawaidush shar' mutazahiratun ala ihtimal akhafil mafsadatayn lidab'i a'zamihima. Shariatning qoidalari bo'lsa, ikki buzuq ishning yengilroqini, u ikki buzuq ishning cho'ngroqini to'sish uchun ko'tarishga kelgan. Ikki buzuq ishning yengilroqini, uning cho'ngroqini to'sish uchun ko'tarishga, uni qilishga qo'llaydigan kelgan shariatning qoidalari. Altıncısı, fihil has ala huzuri jamaatil isha'i wal fajr. Buningda hadisda xuftam va bomdatning jamoatiga kelishga qiziqtirish bor. Val fazlul kasir fi zalik va buningdagi ko'p fazilatga qiziqtirish bor. Chunki bu ikkisida odamga mushaqqat bor. Ya'ni u ikkisi uyquning avvali uyquning avvalini va oxirisini buzvat qachqa. Xuftam uyquning avvalini buzadi, bomdat oxirisini buzadi. Va lihaza kanata asqala sala alal munafiqin. Shunlashqa bu ikkisi munofiqlarga eng ig'ir namoz bo'ldi. Uyquni buzib o'tadigan, uyquni kamaytirib o'tadigan bo'lg'achqa ig'ir namoz bo'ldi. Bu hadisdan mana yuqoridagi 6 xil mazmun elinadi va 6 xil mazmundan boshqa yuqorida biz deyilgan mazmun har narsani o'zining o'rniga qo'yish, har narsani cho'qim o'ziga loyiq muomala qilish va har narsaga o'ziga loyiq adab, axloq, qoida yo'sinda bo'lish kerakligi bu hadisdan elinadi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda cho'qim aqlli, ilimli, safoliq kishilarni oldiga o'tkazishga, birinchi safga chiqarishga, Rasulullohning qishida turishga nihoyatda chaqirdi va shuningga rag'batlantirdi. Allah subhanahu va taolo hammamizni darslarga amal qilishni nasib qilsin. Allah darslarimizni davom qilishni nasib qilsin. Xatoliklarimiz bo'lsa o'zimdan, to'g'risi bo'lsa Allah subhanahu va taolodan. Allah hammamizga yaxshilik bersin va alhamdulillah robbil alamin.